Biz bu videoda font korpusida o'qitilamiz, ya'ni odatda mana bosh pat stolni qarasanglar yoki home tab deymiz inglizcha. Mana clipboard korpusini o'rganib oldik. Endi mana font korpusi degan mana doiradan mana doiragacha bo'lgan hamma buyruqlarni ko'rsatadi. Bu font degan nima desak, harfning formatlashini tengshish. Bu bek uzun gap bo'lib qoldi, lekin uyg'urchagami font deb qabul qilaylik. Buning uchun men bir xat yozsam, buni abzas shakllantirib, bundan copy qilib, paste qilib, buni copy qilib, paste qilib, paste. Masalan, 3 abzas deylik. Bu abzaslarninki birinchi bo'lib men xat nusxasini tanlayman. Odatda maktablarda o'qiyotgan bo'lsanglar, yozgan maqolaning xat nusxasi mana bo'lsin deb belgilab berdi. Uni neni tanlaymiz desanglar, mana bu font tanlashdan o'zimiz hali nurg'unlagan tanlash va hatta buningga uyg'urchani hatta kirgiza olamiz. O kompyuter uni ayrim tushirib qachilaydigan narsa uyg'urcha fontlarni. Ammo biz o'zimiz ishlatib turadigan fontlar mishaydi, masalan, fontning shaklini, xat shaklini qanday har xil o'zgartirib turamiz. O'zgartira olamiz. Lekin odatda eng ko'p qo'llanilgani shu Times New Roman deganni bek ko'p qo'llaniladi. Mush xat shakli eng ommabop, mushuni ishlasak bo'ldi. Ondan ba'zida boyam ma'lum birini tanlab, siz unutib qolgan bo'lsanglar, mush fontninki ko'rinish shakldimi qarasanglar. Recent fonts deb, yaqin siz tanlagan fontlar deb buni ko'rsatib turdi. Andan keyin ma ostidagi all fonts deb. Mavju theme fonts bu degan nima desanglar, shu tavsiya qiladigan. Masalan, heading, body, heading degan mavzu, body degan shu mazmun degandek mushularni bu tavsiya qilib turdi. Shu men hozir Times New Roman o'zgartirib qo'ydim. Ondan bu xat shakli siz cho'ngaytmoqchi, kichiklatmoqchi bo'lsak, odatda talab qilgan bo'lsa, miyadan bevosita, masalan 14, masalan 13 yo'q-ku. 13 ni qanday qilamiz? Qo'limizda yozsak bo'ldi. Undan keyin enterni bosamiz. 13 degandek cho'ng kichiklikni tangshilaymiz. Agar biz ma'lum bir son kirgizib 15, 16 uni kirgizishni xohlamay, biz avval cho'ngaytib beqib, kichikiltib beqib, shuning asosan belgilamoqchi bo'lsak, ma ikki tarafdagi ma A ko'rdinglarmi? Bu fontning cho'ng kichikligini tangshaydigan. Ma bu ustinki stilkasining cho'ngaytidi, ma kichikiltidi. Masalan, men avval tanlab olamiz, neni cho'ngaytmoqchi bo'lganligini. Mumkin sol taraf qarasanglar, masqadam cho'ngaytmadi. Ma 22 deb qaramiz. Agar bu bek cho'ngayib ketib qolganda, kichikiltib ma'miz, mushu bo'ldi ekan. Ya'ni 16 deb, hamda ma birinchi abzas bilan ikkinchi abzasni ma'nolarni o'xshash qilish uchun qanday qilamiz? Biz ma format cho'tkalashni, format saralashni o'rgangan. Odatda ma'ni tanlab olib biz istamoqchi bo'lgan, masalan, mushunda mush format bo'lsin degan tanlab olib ma cho'tkani bir besib, andan keyin biz
eng oxirdagi o'zgartmoqchi bo'lgan mazmunga basaqlam o'zgaradi degan gap. Ondan keyin yoki bir qismini ham olsaq bo'ldi, hammani elishning hojati yo'q. Mana o'xshash bo'ldi. Bir bilan ikki ma'nodan klola deya ko'chirilib keldi deb tushunsak bo'ldi. Ondan boshqa ma cho'ng harf bilan kichik harf nima o'zining nimasi mana shakldan ham chiqib turdi. Xatning hammasini bevosita hammasini ya kichik harf ya cho'ng harf yoki har xil buning nurg'un ixtiyorlari bor. Ma o'qiya bilgisini olsak, biz hammani masalan uppercase degani cho'ng harf bilan yozgan qo'ysak, keyin o'zgartib o'tag'ilmaydi. Yoki buni qanday ishlatamiz desak, odatda inglizchada sentence case qilaylik. Jumla, ya'ni jumla xat shakli bu nima desak, birinchi harfni cho'ng harf bilan yozamiz degandek. Ma'lum bir abzasni kuchaytirib yozmoqchi bo'lsak, masalan, mushlam cho'ngaytma desak, mushlam qanda cho'ng isbirdi degan gap. Mushni diqqat qil degan ma'noni bildirdi. Undan boshqa sizlar bilmayman caps lock ichilib qilib, sizlar xat yozib ketsanglarmiz, cho'ng mazmun yozib ketadi-ku. U vaqt sizlar qaytadan o'chirib kichikiltishni o'rniga masalan qarmay yozib ketsanglar, mana yozilib qoladi. Buni hamma qaytishni o'rniga kichikiltish uchun qanday qilamiz? Lower case'ni tanlab qo'ysak, bu kichiklaydi degan gap. Lekin bu lower case'ni tanlasak, hamma lower case qo'yadi. Masalan, odatda jumlaning birinchi harfi cho'ng harfdan boshlab yozilishi kerak. Şu eng ko'ngildagidek bo'lgani mana birinchi quritilgani sentence case'ni tanlab qo'yamiz. Birinchi harfni, ya'ni jumlaning birinchi harfini cho'ng harf bilan yozadi. Shunga o'zining tanlashi bo'yicha ko'z supurdi. Qolganlarini o'zimizning ehtiyojimizdan tanishib olsak bo'ladi. Lekin ana shu uchi eng ko'p ishlatilgani. Undan boshqa masalan men mana uppercase qilib qo'yay. Eng cho'ng shakllik. Ma u qanday qildi desanglar, ma o'chirgich bor, font shaklini. Hamma formatni o'chirib, asldagi holatga ham kelib qo'ydi. Format deydigan birim yo'q. Mana shu sukut altida. Mana shu Word'ni dastlab ochgan chog'dagi sukut altiga keldi. O'chirgichning xatning shakliga o'chirgich. Hamda ma'ni masalan turkisma besib bitib qolgan bo'lsa, ma'ni qanday asliga keltirdim? Ma'ni o'xshash qilmoqchi shunami? Bunda tanlab lekin ma'ning nima cho'ng xat chiqib qoldi desanglar, ma asli sukut altida men uppercase'ni tanlab qo'ygan. Shunga lowercase sentence. Endi mana shu o'xshash. Andan keyin ba'zida bir ehtiyojga asosan ma'lum xat shaklini bunda bir koddakchi gap qo'yadigan ahvollar bor. Bir odamning ismi degandek. U vaqtda masalan I don't know deganni olib qo'ymoqchi bo'lsam, mana bu koddak shakliga ilindi degan gap. Qafasning ichiga kirdi mana. Buni chiqarmoqchi bo'lsak, yana birini bossak ham chiqadi. Ondan ama birinchi qur tugidi, ikkinchi qurda mala ma uchi qo'llanuvchanlik pek yuqori buning. Masalan, BIU deydi-ku. Buningki B degani, ya'ni bold xatni qiynaqlashtirdi. Biz bunda tanlablam. Masalan, I don't know deganni tanlab qo'yay. Buni qiynaqlashtirmoqchi bo'lsak, qiynaqlashtirdi. Agar biz buni ma'ni tanlab, ma'ni qiynaqlashtirish xo'sh yoqmay qolib qolsa, siz buyruqlardan Control Windows ishlatganlar, Control B Mac ishlatganlarcha, mana bu Command B ni bossaqmi, masalan shularni qolganini miyaga kelib chekib yurgandan mush buyruqlar bilan qanda qiynaqlashtirib oladi. Masalan tanlablam
Konup taqtılmazsanlar. Bu be bold yani qeniq demekçi. Endi keyingisi ma I italik deydi. Bu sel qanda yantu. Mesela mana ma şekildeki östü. Buni mayaga kelib cheksek mi bo'ldi? Mesela mani yoqqanda yo'qdimi? Har qanday buyruqni amaldan qoldirish uchun s dastlab chekkanini yana bir qitim chekib qo'ysak ham amaldan qoldi. Men oyga opirib tiz opirib yurgandan tizlam buyruq bermaydiganda control ma bu I asharib nim bo'lsa bu Wordning bir yaxshi yeri. Biz Windows shiltatganlar control I Mac shiltatganlar command I bir vaqtda bosamiz. Mesela command I mana bir vaqtda bossak ma tanlandi degan gap. Ma italic. Endi undan keyingisi ma U degani underline. Xatning ostiga sızib qo'ydi. Ma muhim nuqta degandek. Xatning ostiga sızib qo'ymoqchi bo'lsak, uni underline ma'nodan bosamiz. Masalan, men malani underline qilmoqchi bo'lsam, mana ko'rsatib qo'yman. Yana o'xshash buning tiz buyrug'i nima desak, control U Windows shiltatganlar uchun. Endi Mac shiltatganlar uchun command U. Mashinadan. Ya alalaymiz degan gap. Endi ba'zi vaqtda bu shirkatlarda ishlaganligi bek ko'p yuz berdi. Siz oldingidan bir email yozayotgan bo'lsanglar, undan keyin yana qayta shu men maya xato bo'lib qolibdi deb ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lsangiz, masalan, maya xato etdi, majmul xato etdi. Buni o'chirib o'tishning o'rniga o'chirmasam qarshi taraf bilinmasligi mumkin. Diqqatmi qilmaydi. Ammo aslida bor, lekin bu inovatsiz demoqchi bo'lsa qanday qilamiz mana siziqni. Asaqlanma jijivitida ma emas demoqchi. Ondan boshqa men underlining bir nimsini unutib qolibdim. Ma ostiq sizdan ya'ni ko'rsatib beradigan bir ma siziqninki cho'ng kichikligini tangishigili bo'ldi. Ostidagi ma o'qiya belgisi bilan har xil shaklda. Lekin davomli bu Word'mi tavsiya qilgani birinchisini ko'rsatib qo'ydi. Shunga birinchisini ishlatsangiz bo'ldi. Endi ba'zi ahvol ostida masalan men hammasiniki formatni o'chirib asl holatiga kelib qo'yay. Hammasini o'chirmay bo'ldi. Shu birinchisini. Sukutga altida. Matematikada logaritm o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Shunaqa. Masalan, 10ning logaritmi 10 asosida 1 deb manda yozsak, bo'yliq logaritm 101 dek chiqib qoldi. Endi ashuni qanday yozamiz desak, men xat shaklini cho'ngaytay. Men 10 ni miya kichik yozaman, men 1 ni qanda diqqat qilinglar mana shu belgi. Endi matematikalar ko'proq ishlaydi. Miya yozaman. Bu logaritmi 10 asosida 1. Buning natijasi necha bo'ldi? 0 oldu. Eğer bunu mesela bu belki matematik öğrenmeyen olsanız bunu tushunmasligingiz mumkin. 10 ayning 1 kuni yoki 5 ayning 10 kuni demoqchi bo'lsak, May 10th mesela 2022 yili. Hozir avtomatik, ya'ni mush shakl ko'rsatib beradi 10 deganni. Mushunday holatda agar ko'rsatib bermasa, biz o'zimiz tanisha olamiz. Ma'ning ostiga yoki eng ustiga mana mush shaklda chiqarish shiltidi bu. Hamda bu font shakli nima desak, biz har xil shaklda bunda nur taqtidigan mavzu, masalan, ma'ni, buyruqni
Ma qızıl tanlap qo'ysam, qızıl shaklda mana chiqirdi. Andan keyin bir xil nur taqtayotgan shaklda. Özümüzün ihtiyaciga asosan chiqarsak bo'ldi. Uning ustiga buning nurg'ulg'an buyruqlari bor xil shakli. Mayt o'xshash, masalan, maninki osti. Ostini masalan seriq, shadow degan soya tushiradigan. Buning soya tushirgani uchun masalan men mana tanlasam yaxshiroq bo'larkan. Ana soyasi tushyotidi. Buni o'zimizning ihtiyojiga asosan o'zimiz mana tanishib olsak bo'ldi. Masalan, mana rasmiy glow nur chiqirdi. Mahət bir xil nur chiqirib o'zimiz yoqtiradigan masalan diniy xatlar bo'lamdi yoki mushiningdan tanishib ola olamiz. Bu mushu o'zimizning ehtiyojiga asosan ma buyruqdan, font buyruqdan tanishib olsak bo'ldi. Buni text effects deydi inglizcha, ya'ni tekstning ta'siri, xatning ta'sir ko'rsatish degandik. Buni lekin xizmatlarda ko'p ishlatib ketmaydi. Endi keyingisi ma ikkisini bek jiq ishlatamiz. Bek ko'p ishlatadi xizmatlarda. Bu qanday narsa desak, endi mani sal cho'ng'aytay. Ma bu xatning keyniga rang beradigan. Oq ko'rinish background, masalan, men mani tanlab qo'ysam seriq chiqadi. Uni boshqa ko'kni tanlasam ko'k chiqadi. Qora rang bilan ko'k taz birga mos kelmayotgan, mana seriqni tanlab qo'y. Andan keyin ma bu A degani, ma bu rangning o'zi, xatning o'zining rangini o'zgartiradi, harfning. Masalan, menga mani tanlasam qizil bo'ldi. Yoki ko'kni tanlasam ko'k bo'ladi degandek. Buning har xil rang shakllari bor. Andan keyin texmo rangning sizning rangsizgonlar adadidan ziyoda yaxshi bo'lib qolsa, ma rang bek oz kelib qoldi desanglar, men more color ni bosanglar, texim ko'p rang shaklini topa olasizlar. O'zimizning ehtiyojiga asosan tanishib olsak bo'ldi. Ondan buni qanday yo'qdimi? Masalan, ba'zi vaqtda shu baqinlikda men tanlab qo'yib, buni yo'qotmoqchida yoki bunda bes ketib qoldi, qanday yo'qdimi? Masalan, men qanday yo'qdimi? Asli har qanday buyruqni bir chekkan buyruqni qaytib bir cheksak yo'q bo'ladi, tushunami? Ama ma o'xshamaydi. Men tanlasangiz shu rangni o'zi chiqadi. Buni yo'qotish uchun mani masalan asli shakli qariq tanlab qo'ysak bo'ldi. Yoki masalan mana bu bunday rang deylik. Men xato qilibdimi? Masalan mani shunday shakldan bo'lsin desak, ma ezib oldim to'xtam. Mana ma'no bilan font o'xshash chiqadi degan gap. Mana shaklini tanlab qo'yay. Mana. Ma'no qo'llanchalik bek kuchlik. Endi mani masalan backgroundni mani qanday yo'qtimiz desak, mana no color ni tanlasak ham bo'ldi. Yo'qaydi degan gap. Andan keyin ba'zida bevosita shu xatlarga keyingi soy tushirma desak, mana bu shaklda shudu mana ifodalamoqchi o'zimizning ehtiyojimizni asosan ifodalab qo'ysak bo'ldi. Mana bu font korpusi. Hammasini tafsillab o'tdik. O'zimizning ehtiyojidan to'xtamay mashq orqali chiqarib olsak bo'ldi. Qo'llanishchanligi. Buning uchun eng ko'p ishlatadig'imiz ma font shakli cho'ng kichikligi, andan keyin ma uchi, ma xatni sizib o'tish,
Andan keyin ma xatning rengi bilan ma oq ko'rinish rengi mush 7sini eng ko'p ishlatadi. Qolganlarini ham o'zimizning ehtiyojimizdan ishlasak